Assalomu alaykum obunachilar, qadrli aka-ukalar. Bugun noodatiy bitta video chiqaraman. Hammalarga juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Bugun juma kunida, hafta kuniga juma 2025-yil 24-oktyabr kuni bir jip qo'y chiqaryapman. Bu qo'zini tanisizlar, shu znamentinniy qo'chqorcha do'stim Bekzod qo'zisi mana. Shu yoshligidan beri chiqarib qo'zi. Ularni oldin menga qaratib qo'ying. Nari qulani o'tkazib. Qo'chqor. Shu haliga qulo 24 bolasi, qulo 23. Mana shuni hop. Xudo xolasa onasi baraka bo'ldi. O'zimga ketyapti. Mana mashq qo'zini onasi mana shu. Do'stimdan o'zimga baraka bo'ldi. Xudo xolasa razrezlarni ham ko'rsatib qo'ying shoshni. Hozir yemib turibdi qo'chqorcha. Yemib turgan holatda bu. Xudo xolasa o'zimizga baraka bo'ldi, ketyapti. Inshaalloh endi biz g'orada borziga qo'shilib, borzi bilan beradi bundan bu yog'iga. Borzi bilan inshaalloh beradi bundan bu yog'iga bolani. Shunga qo'shish maqsadida olindi, xudo xolasa. Yaxshi bo'lgan, katta so'mbaga mana shu boladan olindi. Lekin qo'chqorchangiz bersangiz ham yaxshi pulga olib ketib qo'raman. Sotasan? Qolaversin. Sotsang endi narx chiqarish berishmas, u yerga yaxshi pulga olib ketaveraman. Mana onasini oldim, xudo xolasa. Bolasini ham inshaalloh olib ketaman skora. Mana kelar. Hop, bo'yi salkam 90, quloq 21. Bolasiniki 23. Bu o'sha hali katta 24 yildan chiqqan qo'zi. Mana to'shlar, ko'kraklar. Qo'zini. Necha oylik bo'ldi qo'zi? 4,5 oylik bo'ldi. Hali yemayapti, xullas bu. Razrez chetga chiqqan. Razrez. Polni. Xudo xolasa ketdi. Alloh ikkalamizga ham barakasini bersin, rozi bo'lgin. Ha, rozi bo'l.